Mana qadrli qadrdonlar, keyingi yana bitta manzilimizga keldik. Bu yerda Shovot tumani Ostona mahallasidamiz. Bu yerda yashovchi Surojbek ukamizni singlisi Shaydoxon va umr yo'ldoshi onajonisi, otajonisi nomidan va oila a'zolari nomidan tabriklaymiz. Albatta siz bilan birga. Мама, иди поцелуй, без на везде подарки, только мне одной. Ой, наука подтверждает свою любовь. Хороводит хоровод, раскали за уши. Жалко, что всего разгон, старше стали малыши. Я задаю свечи, их уже так много, мама, подари, подарите нас двоих. Тебя, как все улыбается и качает. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadonga yig'ilgan qadri baland, qadr dilbar onajonlarimiz, opajonlarimiz. Viloyati Shovot tumani Bo'yrachalining Soliha Madina surpriz jamoasi vakillari mana shu fayzli xonadonga qadam ranjida aylashining asl sababchisi bo'lmish. Bugungi kechamizning shahzodasi bo'lgan Surojbek ukamizni bitta guldiroz qarsaklaringiz bilan Davra markaziga bir necha soniyalarga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Avvalambor tavallud ayyomingiz, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Sizga Allohimdan bitmas tuganmas baxtli mazmunli hayotni tilaymiz. Ikki dunyoning saodatini tilaymiz. Umringiz uzoq, mana shunday yaqinlaringizni, ota-onangizni ardog'ida, mehrida, muhabbatida bo'lishingizni tilaymiz ilohim. Baxtli kunlaringiz bardavom bo'lsin deymiz. Bugun sizni quvontirish uchun, sizni shukrona kuningizni butun umr tarixga muhrlash uchun nomidan keldik. Mana shu surprizni kim tashkil qildi deb o'ylaysiz? Bugun sizni yaxshi ko'radigan, juda ham yaxshi ko'radigan mana akajonim, men ularni juda ham yaxshi ko'raman degan birinchi navbatda sizni singlingiz Shaydoxonning nomidan keldik. Mana yuragimni bir parchasi, mana bolajonim umrim uzoq bo'lsin. Yaqinda kelin oldim, to'y qildim. Ilohim kelinim bilan uzoq umr baxtli hayot kechirsin. Kelajakda shirindan shakar nabiralarining bujonisi bo'lishni Allohimdan so'rayman degan ikkinchi navbatda Ro'zagan onamiz va otajoningiz nomidan keyingi navbatda Havolingiz nomidan keldik. Bitta guldiroz qarsaklaringiz bilan mana shu surpriz sovg'alarimizni yaqinlaringiz nomidan qabul qilib olishingizni so'raymiz. Marhamat qilib mana shu shirin tortlarimiz hayotingiz mazmunli va shirin bo'lishi uchun marhamat qilib shantirabman. Сегодня ты большая, хотя почему стала так рано, почему танцует? Моя мама стала мамой, иди поцелуй. Без елки, но везде подарки, только мне одной. Наука подтверждает свою любовь. Хороводит хоровод, раскали за уши. Жалко, что всего разгон, старше стали малыши. Я задаю свечи, их уже так много, мама подарила, подарите нас днем рождения тебя. Так все улыбается и летает шарики, мама с папой говорят. Сегодня ты большая, хотя вчера была маленькой. С днем рождения тебя. Ты задуешь свечи на тортиках фонарики, мама с папой говорят. Сегодня ты большая, хотя вчера была маленькой.
nuqta.uz